Assalomu alaykum hammaga. Hop. O'tgan safargi videoyimda olchani ko'rsatdim, qanaqa qilishni. Ko'pchilik yana shunaqa videolar bo'lsa, eski retro nimadirlar bo'lsa, ko'rsating deyishibdi. Hozir bitta eski cho'tki retro narsa ko'rsataman. Agar siz bu narsani bilsangiz, demak siz 30 yoshdan oshgansiz. Bu narsani yaqinda men o'zim topdim, ko'rib qoldim. Shu narsani oldim, esimga tushdi yoshligim. Hozir ochamiz, yeb ko'ramiz. Hidi o'sha. Hamma yaxshi ko'rgan yoshlikligi dohonka. Xo'sh. Hidlari o'sha ekan. Xo'p, endi buni eng shirin joyi bor. Eng shirin takoy joyi bor. Shakar botiramiz. Endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi pashti o'sha. Keyingi videolarda yana nimadir retrolar qidirib topamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.